8-mart. Şovun hamma yerda. Qo'y. 9-martga ko'chiraylik unda. 9-mart Qoraqalpog'iston Respublikasi ko'p aymoqlarda yog'in javobi ham qarga aylanib ehtimoli bor. Kun sovuq bo'ladi. O'zingizda avaylang. 2-mart kun o'rtacha shamol sovuq bo'ladi. Kun chiqib turadi. Temperatura obedki vaqtda plus gradusga ko'tariladi. 3-mart havo bulutli bo'ladi. 3-mart obeddan keyin ayrim joylarda yog'in javobi ham qarga aylanib ehtimoli bor. Kun sovuq bo'ladi. Bu ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri internetdan olingan. Hammaning telefonida bor. Ma'lumot uchun beriladi. 4-mart havo rayi bulutli, salqin bo'lishi kutilmoqda.